telekanaliga xush kelibsiz. Bugungi kechada bir zum to'xtang. Show Patrul har qanday odam iste'dodini namoyish qilish huquqiga ega. Ularga esa bahoni ekspertlar beradi. Tahlil, taklif, turli rakursdan nazar hamda e'tirof. Barchasi hoziroq. Aynan bizda. Show Patrul. Birgalikda fikrlashamiz. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Assalomu alaykum qadrli show biznes vakillari. Navo telekanalidan gapiramiz. Bu Show Patrul. Demak, Show Patrul o'zining oldiga bir qancha maqsadlarni qo'ygan. Biz show biznesni, demak, tozalashni oldimizga maqsad qo'yganmiz, lekin bu ko'rsatuv faqat tanqiddan iborat degani emas. Bizda e'tiroflar ham bo'ladi. Biz, demak, aynan chetda qolgan, nazardan chetda qolgan san'atkorlarni, ijodkorlarni, demak, maydonga olib chiqishni ham niyat qilganmiz. Oldingi ko'rsatuvimizda biz show biznes vakillarini ozgina ehtiyot qildik, ularni qo'rqitib yubormaslikka harakat qildik. Ya'ni tanqidlar kamroq bo'lgan edi. Bugun tanqidlar ko'proq bo'ladi. Ekran yoniga yaqinroq keling, ovozini balandroq qiling. Biz boshladik. Azizlar, hozir ko'taradigan mavzuimiz sizni ozgina ensangizni qotirishi mumkin. Obbo, yana shu mavzuni demoqchi bo'lasiz, lekin bunaqa fikrga borishga shoshilmang. Biz boshqacha yondashamiz bu masalaga. Ya'ni o'zbek show biznesida, o'zbek san'atida, o'zbek adabiyotida bo'layotgan ishlar haqida gapirmaydigan odam o'zi yo'q. Kichik-kichik davralarda yoki bo'lmasam aytaylik, ijtimoiy tarmoqlarda bu muhokama bo'ladi, lekin aksariyat hollarda nimagadir oxirgi paytda bu muhokamalar ham juda sayozlashib ketyapti. Ya'ni faqat haqoratdan iborat bo'lyapti, shaxsga tegishdan iborat bo'lyapti. Lekin ana shu demak, ijtimoiy tarmoqlar orqali faol bo'lgan insonlarning orasida bir inson alohida ajralib turadi. Ya'ni jiddiy jahd bilan, chin yurakdan, yuragi yig'lab, yuragi og'rib o'zbek san'at haqida chiroyli postlar yozadigan ajoyib ijodkorimizni biz bugun Show Patruliga taklif qilganmiz va bugun aynan show biznesdagi ahvol haqida ular bilan muhokama qilamiz. Serqirra ijodkor, ajoyib shoirimiz Botirjon Ergashev studiyamiz aziz mehmoni. Marhamat, ularni taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Botirjon aka. Bugun sizni juda ham bir jiddiy mavzuda taklif qildik. Bugun siz hammaga yomon ko'rinadigan holatdasiz, hozir vaziyatdasiz. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirish juda ham oson bo'lib qoldi, lekin pichoqqa ilinadigan aniq bir masalani ko'tarib, demak, muammoni tagiga yetib, kerak bo'lsa unga yechim beradiganlar afsuski juda ham kam. Men o'zim shaxsan sizni postlaringizni juda ham kuzatib boraman. Har bitta o'sha o'zbek san'atida bo'layotgan chiqishlarga, har xil o'sha vaziyatlarga munosabat bildirasiz va munosabatingiz har doim zalvorli bo'lgan. Bugun biz sizni bekordan bekor taklif qilganimiz yo'q. Mana sizga katta minbar bermoqchimiz. Mana shu minbarda turib sizni qiynayotgan masalalar, sizni qiynayotgan dardlar haqida ozgina gaplashsak degan edim. Nima bo'lyapti bugun o'zbek show biznesida, umuman media olamida nimalar bo'lyapti Botir aka? Avvalo Navo kanali ijodkorlariga alohida tashakkur bildiraman. Muhim, ahamiyatli masalani ko'tarayotganlari uchun. Bu narsa, bu og'riqli tomonlarimiz sizga yo menga yana ham bir tepaga ko'tarib o'taylik, faqat prezidentga, misol uchun, yo madaniyat vaziriga, yo televideniya rahbariga kerak emas. Bu butun millatga, shu yurtda yashayotgan, o'zini qaysidir ma'noda vatanparvar deb bilgan, millatini yaxshi ko'rgan, yurtini, xalqini yaxshi ko'rgan har bitta odam bu masalaga daxldor deb bilaman. Yana shuni bilamanki, beparvo, loqayd odam dushmandan ham xatarli. Dushmandan ham xatarli, hattoki adabiyot, san'at bu juda katta qudratli kuch. U bilan o'layotgan odamni o'limdan saqlab qolish mumkin. U bilan soppa-sog' odamni kasal qilib tashlash mumkin. Ish qilib u bilan nima qilsa, atom bekorga aytmagan, atomdan Abdulla Qog'or aytgandek, atomdan kuchli degan tarixchi ustozlar bekorga bermaganki, mana shunday. Ayni paytlarda meni umuman xalqimizni ko'p qatlamini xafa qilayotgan, ranjitayotgan, qaysidir ma'noda bir umidsizlikka tushirayotgan bir holat va aynan shu adabiyot, san'atni yomon tomonga qarab ketayotgani. Sayozlashib ketayotgan. Asqad Muxtor ustozimizning gapi bor. Ijodkor sayoz joyda cho'kadi deydi. Gapni qarang. Sayoz joyda cho'kar ekan ijodkor. U kim? U qaysi ijodni qaysi tur bilan? U shoirdir, u teatr, kino aktyoridir, u xonandadir. Qaysi janrda, estrada xonandasi bo'ladimi, maqom ijrochisi bo'ladimi, farqi yo'q. Xudo
yaratuvchi insonni odamzodni shunaqa mukammal yaratganki, Qarorjon. Ya'ni agar mana ijrochi, san'atkor, qo'shiq aytayotgan xonanda so'zni tushunsa, uni nima deb shoir nima demoqchi, umuman ijodkor nima demoqchi bo'layotganini aniq-tiniq o'zini ismini bilgandek tushunib aytsa, tovushlag'ich deymiz-ku. Svyaska deydi xonandalar tomonidan. Mana shu narsa har bitta harf, nafaqat so'zni, har bitta harfning o'zining rangi bor. Ovoz ana shu narsani mukammal beradi. U dard bo'lsa, dard qilib beradi. Odamning o'sha ko'ngilli parametrlari bor. Qaysidir joyda tegib o'tsangiz, aytdik odam bevoz kayfiyat ko'tarilib o'rtaga chiqib o'yinga tushaveradi. Bir joyda o'sha darhol onasini o'tib ketgan yo otasini tushunyapsizmi? Mana shunaqangi odamning ko'nglini joylariga tegadi. Ruhiyatini o'zgartirib yuboradi. Xuddi shunday. Ruhiyatini, ongini o'zgartiradigan holat bo'ladi. Mana shuni san'atkor ismini bilgandek bilish kerak, takror aytsam. Buni aniq bilish kerak. Bilmasa, o'zi nima deyotganini bilmasdan shunchaki yodlab olib aytsa, haligi bittasi aytib qolyapti, Shoh G'oziyga karam avvalgilarga o'xshamasdi, Shoh G'oziyga karam avvalgilarga o'xshamasdi aytayotibdi. Va bu og'izdan yozib olib matn qo'yib ijtimoiy tarmoqqa qo'yilyapti va havaskor ijrochilar tomonidan aynan mana shunaqa xato qilib aytilyapti. Juda ko'p xalq qo'shiqlari, klassik, o'sha mumtoz qo'shiqlarimiz ham mana shunaqa aytilyapti. Bu ham mayli. Men ayni paytda uncha yaxshi ijro qila olmasa ham xalq qo'shiqlarini, klassik qo'shiqlar aytayotgan odamlarga ikki qo'limni ko'tarib rahmat aytaman. Shular boriga shukr. Boriga shukr deysiz, ana uni tanlamaganligi uchun deysiz. Mana bu tomonni. Bu tomonga umuman chidab bo'lmayapti. Mayli, rep, rock, jaz, hammasi kerak. Hamma san'at yashashga haqli turi. Lekin uni hammasi ilmi bor. Uni ilmini qilmasangiz bo'lmaydi, mukammal chiqmaydi. Oxir oqibat nima bo'ladi? Boya aytganimizdek, odamning ongiga aks ta'sir qiladi. U qo'shiqni eshitgandan keyin bitta odamning ongi buzilsa, qo'pol qilib aytganda, sal gapim qo'polroq eshitiladi. Shaharlarni vayron qilgandan xavfliroq odamning ongini buzib tashlash. Ya'ni xohlaymizmi, bunga shunaqa ta'rif beriladi. Ma'naviy terrorchi. Ma'naviy terrorchi. Botir aka, boya gapingizga juda ham qo'shilaman. Dushman desak, biz dushmanning aniq kimligini bilamiz, lekin ularga biz dushman deb qaramayapmiz-da hozir. Bolalarimiz ham ularni dushman deb qaramayapti. Bolalarimiz haligi nima deydi, o'rnak oladigan inson sifatida qarayapti. Zamonaviy tilda aytganda o'shalar kumir. Kumir. Botir aka, keling. Mana qanaqadir ma'noda bir xulosa qilaylik-da. Siz mana shuncha gaplarni gapiryapsiz, ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlar qilyapsiz. Foydasi bo'layaptimi, bo'lmayaptimi Botir aka? Endi oz bo'lsa foyda bo'ladi. Bitta ikkita odamni to'g'rilasak ham odam ko'ngliga taskin berib, hech bo'lmasa bitta odam o'zgarib, sal epaqaga kelyapti deb xursand bo'lasiz. Jim o'tirish jinoyat demoqchisiz. Albatta. Imkon qadar biz ularga dushman emasmiz. Bular hozir bizni balkim ko'ziga ayt, sen kimsan, sana gaping nima bo'lardi deb fikr yuboradi. Endi men shuncha topayapman degan joyi ham bor-da, ularni aynan shunga gap shunga olib kelmoqchiman. Shu gap shunga olib kelmoqchiman. Hamma amal niyatga bog'liq, Qahrojon. Masalan, ertalab ishga ketyapmiz deb niyat qilasiz, borib, xuddi shunday san'atkorman degan odam, ijodkorman degan odam, men san'at piligini ko'taraman deb niyat qilish kerak. Patmali obunachim ko'p bo'lish kerak. Xohlagan jinniligimni qilaman, odamim ko'payib bo'lsa, reklama bannerlarini qo'yaman, u qilaman. Mayli, tirikchilik kerak, aynan qorinsiz yashab bo'lmaydi, lekin qorinni birinchi o'ringa qo'yib qo'yib, san'at u yoqda xor bo'ladigan bo'lsa, buni javobgarligi. Masalani yana ikkinchi tomoni bor, Botir aka. Ertaga bu davr o'tadi. Ertaga ular ham yosh katta odam bo'ladi, quda andali bo'ladi, bolali chaqali, nevarali bo'ladi. Ertaga bu ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan narsa hech qachon yo'qolmaydi u. O'chib ketmaydi u narsa. Ertaga bolalarning oldida, nevaralarning oldida uyalmasmikin o'sha odamni? Xuddi shunday. Aniq uyaladi. Unda poyez ketib bo'lgan bo'ladi. Lekin meni qiynaydigan narsa mana hozir yosh yigitlar, uka-singillar, mayli o'g'il bolani, mayli qizlar shunaqa bir uyat, sharm hayosiz xatti-harakatlar, qo'shiqlar, ijrolar bilan chiqyapti. Endi chidab bo'lmaydi-da. Ota-onasi yo aka-ukasi, mahalla ko'y shulardan uyalmasmikin ham? Mahalla ko'y shulardan uyalmasmikin ham? Xo'p, Botir aka, mana siz o'sha O'zbek konsert birlashmasida badiiy kengashning a'zosisiz. Mana siz o'sha joyda o'tiribsiz-ku, mana sizni qo'lingizda-ku, nimaga to'xtatib bo'lmayapti? Bilasizmi? Bittasidan so'rayapman, "Sani ishing nima?" Men tibbiyot xodimiman deyapti. Lekin ashula aytayapti. Ashulani ham shunaqa gapirsa ham farj gapiryapti. Ijrochini qo'ying, ijrosini. Shu dara so'zlar juda dabdala, shunaqa sayoz. Men unga ruxsat bermayman.
hech qanaqa holatda ruxsat bermayman. Men tibbiyot xodimi ekansiz. Men hozir bir poliklinikaga borib, bir kelgan o'sha yerga bemorga "Keng, men sizga ukol qilib qo'yay" desam, rozi bo'ladimi? Yo'q. Siz nima bizni tomorqamizni payhon qilib yuribsiz? O'zingizga kirgizmaysiz. Mana shunaqangi yondashuv kerak bunga. Mana shunday filtr kerak. Buni yechimi, yagona yechim qonun bilan nima qilish kerak. Aniq tiniq qonun bilan. Bu millat, bitta millat, buni millatning e'tiqodini buzishga, uni farzandlarini tarbiyalab, pul topaman deb o'zingni birovni bolasini tarbiyasini buzish bilan o'zini bola chaqasini boqish bu vijdonsizlikning eng tubi. Eng tubi. Bugun meni gapim og'ir botayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ertaga aniq bu to'g'ri gapirgan ekan bu odam degan xulosalar ham bo'ladi, lekin unda kech bo'ladi. Hozir bu ketishda biz o'sha millatning genetikasini buzyapmiz-da. Millat qiyofasi o'zgarib ketyapti. Axir ko'rib turibmiz. 20 yil oldin o'zim ham shu san'at madaniyati odamiman. Madaniyat xodimi chiqib turib madaniyatsizlik qilishga haqqi yo'q. Haqqi yo'q unaqa qilishga. Mumkin emas-ku. Xuddi go'yoki og'zida tamaki bilan chekib chuqur tortib chekma deyish bilan bir xil bu. Shu uchun buni yagona yechimi qonun bilan aniq-tiniq mana konstitutsiyamiz yangilandi. O'zini qonun osti hujjatlari bor. Ana shularga kiritib buni javobgarlik qilish kerak. Kechirasiz, men hozir ko'chaga chiqib bitta daraxtning shoxini shuni kessam, javobgarlik bor. Javobgarlik borki, men o'zim undan keyin o'ngla olmayman. U jarimani to'lagandan keyin men o'zim o'ngla olmayman qaytib. Lekin butun boshli ajdodlarimizdan qolgan meros bo'lgan adabiyotimiz, Navoiy bobolar, kechirasiz, ertaga bular bilan bu dunyoda ko'rishmasak, u yoqda ko'rishamiz. Oddiy bitta misol alla. Onalarimiz alla aytib bola uxlatgan. Hozir kechirasiz, yo'q shu narsalar. Bu qadriyat-ku. Bularni hozir alla etsangiz, sizni bir zamonlardan qolib ketgan bir eski bir qolib ketgan odam deb baho beradi. Mumkin emas, seni ota-onang shu ishni qilgan, sen shuni orqasidan katta bo'lgansan. Sen shu allani eshitib bugun san'atkorsan. Endi sen unga past nazar bilan qarashga yo eskilik sarqitib deb qarashga haqqing yo'q. Shunaqa qarayapti, demak u millat qiyofasi yo'qolyaptimi? Endi hozir 50 yildan keyin tasavvur qiling. Bu yerdagi odamlar ko'pi bo'lmaydi. Lekin tasavvur qiling 50 yildan keyin ahvol nima bo'ladi. Yana aytaman, bitta bizga kerak emas. Jamoa, ayniqsa san'atkorlar bittasi buzib aytdimi? Misol uchun oddiy bitta xalq qo'shig'i deylik, yallama yorim yalla oladigan. Shuni buzib aytayaptimi? Hamma harakat qilish kerak. Bunaqa qilma deyish kerak. Xuddi daraxt shoxini kessa, qanday munosabat bildirayotgan singari munosabat bildirish kerakki, ertaga u buzilib ketsa, biz bu ish qilgan odamlarning oldida javob beramiz, javobgarmiz. San'atkor sifatida. Chunki qaysi soha tanazzulga yuz tutsa, o'sha sohaning odamlari aybdor. San'at dabdala bo'lsa, tibbiyot xodimi javob bermaydi. Yashang. Shu uchun baraka topkunlar, uyg'onish kerak. San'atkorlar, hozir men madaniyat xodimiman deydi, chiqib sahnada qilayotgan ishi yo ijtimoiy tarmoqda qilayotgan ishiga odamzod chidab bo'lmaydi. Hamma la'natlaydi, yomon gaplar gapiradi. Kerakmi shu? Shunaqa qilib bola chaqa boqish kerakmi? O'sha negativ kommentlardan xursand bo'lishadi ular. Bu o'shaning uchun men hozir ismini aytmayapman. O'sha hozir kerak bo'lsa aytib berishim mumkin. Uni palon san'atkorni haydash kerak xo'p. Unaqa san'atdan degan, lekin bu uni PR-ga ishlaydi. Uni bilaman. Uni reklamasiga olib o'tirib olib, mana ba'zi bir eshitdim, katta adabiyot olimlar, san'atshunoslar, musiqashunoslar chiqib meni ko'taryapti boshqa. Ular shuni xohlab loyiha qilgan. Ularning proyekti shunga asoslangan. Bizni kattalar chiqib muhokama qiladi. Qani bu lekin biz ularning ismini aytib tegirmoniga suv quymaymiz. Aslo. Lekin meni xalqimizdan ham gohida ranjigan paytlarim bor. O'zim xalqimiz ichida biz ham siz ham bitta vakilimiz. O'zim guvohi bo'lganman. Menga Botirjon aytsalaring bo'lmaydimi? Unaqa qilasizlar, bunaqa qilasizlar. Aynan o'sha bemaza ashulachilarni turna qator qilib to'yda xizmat qilganlarning guvohi bo'ldik. Sen pul bermasang, sen uni boqmasang, parvarish qilmasang u chiqadi. Talab bo'lmasa yig'ishtiradi san'at bunaqa qilib, olqindiq yurmasdan. Shu uchun bu o'zimiz qilyapmiz-da, shuni yana o'zimiz chiqib tanqid qilamiz. O'zimiz qilyapmiz-da, shuni yana o'zimiz chiqib tanqid qilamiz. Show Patrul. Azizlar, demak, Botir Ergashev haqiqatan kuyinchalik bilan, dard bilan o'zlarining fikrlarini xalqimizga yetkazishga harakat qilyaptilar. Biz mana shu so'zlar uchun, mana shu fikr uchun, mana shu tafakkur uchun maydon yaratib berganimizdan juda ham xursandmiz. Lekin biz Botir akamning kayfiyatini ko'tarish niyatdamiz. Xalqimiz tilida aytilganda butun san'atkorni taklif qilib, ularning fikrlarini eshitib, qo'shiqlarini eshitib, Botir akamning ozgina kayfiyatini ko'tarib olamiz. Studiyamizda aziz mehmoni, o'zbek estradasining taniqli xonandalaridan biri, yulduzlaridan biri, haqiqiy xalqimiz qalbidan, yuragidan joy olgan san'atkor Suroyaxon Qosimova. Mana ular. Mana Suroyaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'sh. Botir akam fikrlarini nima deysiz? Mana eshitdingiz, bildingiz. Botir akam to'g'ri aytdilar. Baribir
Biz san'atkorlarimizda, biz beruvchilarimiz, ya'ni tarqatuvchilarimiz, ya'ni o'sha madaniyat tarqatuvchilarimiz, biz nimani tarqatsak, xalq shuni oladida. Agar o'sha san'atkorlar yaxshi ma'noli kuy qo'shiq narsa, umuman mahsulot tarqatsa, o'shani sotib oladi baribir. Surayyoxon, men sizni fikringizni to'ldirmoqchiman. Ya'ni biz xalqqa ergashishimiz kerak emas, Yo'q, biz xalqqa ergashtirishimiz kerak. Hozir shou biznesda afsuski shunday bo'lib qoldiki, biz xalqning orqasidan ergashyapmiz. Ya'ni shu narsani haligi san'atkorlarning tilida aytganda shu narsa yeyapti hozir. Shu narsani berish kerak. So'zni biz shoirlarga murojaat qilishimiz kerak. O'tirib olib o'zimizdan o'zimiz so'z yozmasligimiz kerak baribir. Shoirlar o'tirishibdi. Botir akamni ijodidan nima deysiz? Mana o'ziga yoqadigan tomonlarini ayting, o'tkir tomonlarini ayting. Botir akamni ijodlarini men kuylaganman. Aynan o'sha O'zbekiston xalq artisti, Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Ahmadovich Nazarbekovda bitta qo'shiqlarini Qirqim. Hicraningni yengish uchun batir bo'ldim, sevilmoqqa qodir bo'ldim. Hicraningni yengish uchun batir bo'ldim, sevilmoqqa qodir bo'ldim. Ishqingda men g'azal yozib, go'zal yozib, savadim o'zgarib ketdi. Ishqingda men g'azal yozib, go'zal yozib, savadim o'zgarib ketdi. Uchrading-u menga bir boray, go'zalim hayotim o'zgarib ketdi. Bayotim o'zgarib ketdi. Yashang, Surayyoxon, yashang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, Botir aka, siz ham hayron bo'layotgandirsiz, teletomoshabinlaringiz ham hayron bo'layotgandir. Shou patrulda Surayyoxon Qosimova nima qilyapti, nimaga keldi? Odatda bu yerga yangi san'atkorlar kelar edi, tanqidga loyiq bo'lgan san'atkorlar keladi. Surayyoxon bu yerda nima qilyapti degan gap bor. Azizlar, so'nggi paytda ijtimoiy tarmoqda Surayyoxonning yangi ijrosi, demak, muhokama bo'lyapti. O'zbekiston xalq artisti Zamiraxonim Suyunovani qo'shig'iga qayta jon berdilar, turtki berdilar. Hozir yoshlar orasida juda ham ommalashib ketdi. Botir aka, mana shu tomoni bizni ozgina bo'lsa ham kayfiyatimiz ko'taradi. Hali ham o'sha butun qo'shiqlarni eshitadigan yoshlarimiz bor ekan. Ijtimoiy tarmoqda yashin kabi tez tarqalyapti. Aynan mana shu qo'shiq haqida ham turli fikrlar bor. Kimdir coverga qarshi, kimdir demak, yo, baribir Zamir opaning ijrosi mana bunaqa degan fikrlar bor. Biz mana shu fikrlarga bir aniqlik kiritish uchun bu yerga ekspert taklif qilganmiz. Bu ekspertimiz Surayyoxon sizga juda ham yaxshi tanish, begona emas, sizga surpriz bo'lishi mumkin. Sizni ilmiy rahbaringiz demak Shavkat aka Matyaqubov. Shavkat aka Matyaqubov taklif qilganmiz. Shavkat aka, assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Bekordan bekor siz taklif qilganimiz yo'q. Surayyoxonni sizda yaxshi biladigan, uni ovoz imkoniyatlariga baho bera oladigan ekspert topa olmadik. Sizni taklif qildik. Ozgina o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz. Endi hozir kunda Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati institutida dotsent lavozimida ishlayapman. Endi Surayyoxonni ilmiy, masalan, o'sha estrada va maqomning nima deydi, o'sha mutanosbibligi va o'ziga xos jihatlari mavzusidagi ilmiy magistrlik dissertatsiyasiga ilmiy rahbarman. Ana. Endi Surayyoxonni bir o'sha ilmiy jihatdan ham bir ozgina olib qaraydigan bo'lsak, Yo'q, to'xtang, Shavkat aka, to'xtang. Oldin ijroni eshitamizda, oldin ijroni eshitamiz. Ana undan keyin muhokamaga o'tamiz. Azizlar, ana endi o'sha internetda mashhur bo'lgan qo'shini tinglaymiz. Albatta, ekspertimiz bunga alohida baho beradilar. O'ylaymizki, ekran oldida hozir ushbu qo'shiqning muallifi O'zbekiston xalq artisti, mohir sozanda Abduhoshim Ismoilov va O'zbekiston xalq artisti Zamiraxonim Suyunova ham tomosha qilyaptilar. Va o'ylaymizki, ular ham baholari yomon bo'lmaydi, sababi qo'shiqqa yangi hayot bag'ishlandi. Hozir yoshlarimiz orasida, xalqimiz orasida yashin kabi tez tarqamoqda. Buni siri nimada va ijro qanday bo'lgan? Bunga qo'shiqdan so'ng ekspertimizni javobini eshitamiz. Marhamat.
Barakalla. Ana ijro, ana ijro. Juda go'zal, juda chiroyli. Men aynan ijtimoiy tarmoqlarda mana shu qo'shiq tagidagi izohlarni o'qidim. Izohlarni juda ko'pchiligini ayollarimiz yozishgan. Bu qanaqa qo'shiq bo'ldi bu? 100 martalab eshityapman. Har safar ko'zimga yosh kelyapti degan so'zlarni o'qiganda odam xursand bo'ladi. Ya'ni o'sha haqiqiy san'at, yaltiroq san'at emas, haqiqiy san'at xalqimizning qalbiga, yuragiga kirib borayotganligidan bu juda ham xursandmiz. Xo'p, bu bizning fikrimiz, bu tomoshabinlarning fikri. Ana endi ekspertimiz nima deydi? Hozir bu haqda bilib olamiz. Surayaxonni haqiqatan bu ashulasini eshitib, nima deydi, yuragi larzaga kelmasdan iloji yo'q. Chunki so'zlarini, har bitta so'zini tushunib aytyapti-da. Endi misol uchun shu bilmam haqiqatan adashganini, o'sha o'zini ohangida ko'rsatib berish ham o'zi asli xonandani san'ati bu. Aslida xonanda mana shu so'zda nima deyilgan bo'lsa, o'shani ohang orqali ko'rsatib bera olishi. O'sha eng puxta san'atkor o'shanaqa. Misol uchun mana Zamira opamning ijrosini oladigan bo'lsak ham, Zamira opam juda chiroyli ijro qilgan. Haqiqatan endi o'sha paytda ham birinchi ijrochilari mana Abduhoshim aka ham o'sha paytlar 80-yillarning ashulalari endi bular. Endi hozir mana Surayaxonning ijrosida eshitib yana bir yoshligimizni ham esladik. Aynan Surayaxonning ijrosiga keladigan bo'lsak, nima deydi, bittagina qonun degan sozimiz bor. O'sha qonunning o'zida o'tirib mana kuyov bola bilan ikkalasi turmush o'rtoqlari bilan qilishibdi. Endi tahsinga loyiq, boshqa narsa deya olmayman. Bunda ijro juda go'zal bo'lgan. Cover yo'nalishi desak ham, ijro joy-joyiga kelgan, ya'ni buzilmagan yomon tomonga. Ashulaga jon kirgan bo'lsa, yana ham go'zal bir yosharib hayot bag'ishlangan bo'lsa, bag'ishlanganki, bir yomon tomonga o'tmagan. Yashayib o'tir ekan. Azizlar, demak biz Surayaxon Qosimovani bekor chaqirganimiz yo'q. Aynan mana shunday yaxshi ma'noda, chiroyli ma'noda san'at asarlarini targ'ib qilishni Show Patrul o'z oldiga maqsad qo'ygan. Bugungi ishtirokchilarimizga va Surayaxonga tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz. Tez mana shunday qo'shiqlar yaratib turasiz, bizni mehmonimiz bo'lib turasiz degan umiddaman. Botir aka, sizga alohida rahmat, kunchak fikrlar uchun. Shavkat aka, katta rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Show Patrul har galgidan bugun boshqacha bo'ldi. Show Patrul. Azizlar, Show Patrul davom etadi. Navbatdagi talabgor bilan tanishing. Muhammad Ziyo Anvarov konservatoriyada 3-kurs talabasi. Demak, ular bizga murojaat qildilar. Meni ijodimga baho bersangiz, ustozlarning bahosini eshitishni xohlayman, jamoatchilik e'tiboriga tushishni xohlayman dedilar. Biz ularni ogohlantirdik. Bu mardi maydon. Agar qoyillatib aytib bera olmasangiz, vaziyat teskarisiga aylanib ketishi ham mumkin. Ya'ni o'zimni reklama qilaman deb anti reklama, ya'ni obro'yingizni tushirib qo'yishingiz ham mumkin deb ogohlantirdik. Lekin bu inson, ya'ni Muhammad Ziyo o'ziga ishonch bilan, yo'q, men imtihonga tayyorman dedilar va mana o'zini sozandalari bilan bizni sahnamizda, imtihon sahnamizda turibdilar. Albatta biz ularni ijrosidan oldin studiyaga ular uchun tanlangan maxsus ekspertimiz taklif qilishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston bayrog'ini nafaqat O'zbekistonda, nafaqat Markaziy Osiyoda, butun dunyoda ko'tarayotgan, sha'nini himoya qilayotgan, olqish olib kelayotgan, rahmat olib kelayotgan san'atkor Ilyos Aramov studiyamiz aziz mehmoni. Mana ular, mana Ilyosbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ahror aka. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Ilyosbek, bugun har doim sizni ijrochi sifatida taklif qilishardi, lekin bugun sizni biz ekspert sifatida taklif qildik. Mana yosh yigitimiz Muhammad Ziyo Anvarov, men uni gapirishga ham hozir ruxsat bermayapman, chunki hayajoni kuchayib ketmasin deyapman. Oldin qo'shini aytib olsin, keyin bu yigitni gapirtiramiz. Aynan mana shu yigit talabgor bo'lib chiqdi. Mana san'atimga baho beringlar va o'zimga yarasha san'atim bor degan so'zlarni qo'rqmasdan aytdi. Buni qanchalik to'g'ri ekanligini, noto'g'ri ekanligini biz endi qarsak chalaveramiz. Bizga zo'r tuyulaverishi mumkin, lekin mutaxassisni aldab bo'lmaydi. Muhammad Ziyo tomoniga e'tibor bering. Keling, hayajonlantirmaylikda oldin qo'shini eshitaylik, keyin demak Ilyos Aramovdan siz haqingizda fikrlar, yaxshi niyatlarni eshitamiz. Ketdik.
bo'lsa Alloh panohida bosh, nasib etar bizga ham bir qalam qosh. Omon bo'lsa Alloh panohida bosh, nasib etar bizga ham bir qalam qosh. Parvo qilmay ketdi o'shal bag'ri tosh, ko'zlarimga g'am alamdan to'ldi yosh. Parvo qilmay ketdi o'shal bag'ri tosh, ko'zlarimga g'am alamdan to'ldi yosh. Ey bag'ri tosh, ey bag'ri tosh, ko'zlarimga g'am alamdan to'ldi yosh. Ey bag'ri tosh, ey bag'ri tosh, ko'zlarimga g'am alamdan to'ldi yosh. Qani mening yorim bo'lsa mehribon, mening uchun qilar edi yuz fig'on. Qani mening yorim bo'lsa mehribon, mening uchun qilar edi yuz fig'on. Axir yuragimga kirdi kutgan, nolishimdan titrar yer ila osmon. Axir yuragimga kirdi kutgan, nolishimdan titrar yer ila osmon. Armon bilan ketaman. Endi yorim seni eslab netaman, bu dunyodan armon bilan ketaman. Ko'cha ko'yda seni ko'rsam bag'ri tosh, yonginangdan yig'lab yig'lab o'taman. Ko'cha ko'yda seni ko'rsam bag'ri tosh, yonginangdan yig'lab yig'lab o'taman. Bu dunyoda boru yo'g'im ko'rding-ku, bilib turib yuragimni o'yding-ku. Bu dunyoda boru yo'g'im ko'rding-ku, bilib turib yuragimni o'yding-ku. Va'da berib sen yolg'izlab qo'yding-ku, muhabbatim sen pichoqsiz qo'yding-ku. Va'da berib sen yolg'izlab qo'yding-ku, muhabbatim sen pichoqsiz so'yding-ku. Ey bag'ri tosh, ey bag'ri tosh, ko'zlarimga g'am alamdan to'ldi yosh. Ey bag'ri tosh, ey bag'ri tosh, ko'zlarimga g'am alamdan to'ldi yosh. Ko'zlarimga g'am alamdan to'ldi yosh.
Yashang Muhammad Ziyo Anvarov studiyamiz mehmoni va bugun mana imtihondan o'tish uchun zir titrab, qaltirab, yuraklari o'ynab qo'shiq ijro qilib berdilar. Ana endi ekspertimizga so'z navbatini beramiz. Ilyosbek, marhamat, yosh ijrochimizni chiqishlariga, ovozlariga qanday baho berasiz? Avvalambor men Muhammad Ziyoni tabriklayman. Shunaqangi bir go'zal ijro qilgandan. Qolaversa buni e'tirof ham qilsak yaxshi bo'lardi. Sababi yoshlarimizni ko'proq e'tirof qilishimiz kerak. Mana chunki hozir ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p ko'ryapmiz-da, Ahror aka. Har xil o'sha mashhur bo'lish uchun har xil nimalardan foydalanishyapti. Yig'lab ham chiqishyapti. Haligi nima deydi uni? Uyatsiz gaplarni aytib chiqishyapti, lekin kiyishyapti. Men shu yoshlarni mana shunaqangi yo'l bilan chiqishini xohlardim. Chunki mana so'zni juda chiroyli tanlagan. Mana o'zi sozanda bo'lishiga qaramasdan, o'zi yana yurak yutib, ashulachilikka bir da'vogarlik qilib, o'sha ovozini ustida ishlab, yana davom ettiraman degan bir fikrlarni o'zi bir tahsinga sazovorda. Sababi sozandadan ustozlar aytishadi endi buni sozandadan chiqqan ashulachi butun bo'ladi degan gapni. Sababi qo'llarida bularning hammasini qo'lida soz turibdi. Soz chalib aytishini o'zi bir katta narsada. O'sha uchun men Muhammad Ziyoga omad tilayman. Endi kamchiliklari yo'q emas. Endi masalan bu ko'rsatuv nafaqat yutuqlarni, kamchiliklarni ham maqtovdan iborat emas, aksincha ular o'sishiga yordam berishimiz kerak. Endi hozir mana menimcha tomoshabinlarimizga juda ham ma'qul bo'ldi bu ashula. Kamchiliklari shundaki, ovoz ustida yana ishlash kerak bo'ladi. Sababi baribir o'zidan o'zi ovoz ochilib ketmaydi. Mana yana bir fikrim bor, o'sha ustozlarning ijrolariga ko'proq tayanish kerak. Yashang. O'sha mana mumtoz ashula yo'nalishiga, maqomlarga maqom aytsa agar ovoz ochiladi-da. Ko'pchilik bir shunaqangi bir fikrdagi maqom aytsam agar og'irlashib qolaman yoki bo'lmasa bir maqom aytsam agar mana tabiat estrada yarashmay qoladi. Shunaqa degan fikrlar ham yo'q emas. Ko'pchilik xonandalardan, mashhur xonandalardan eshitganman. Men iloji boricha maqom eshitmayman, sababi ijodim og'irlashib qoladi degan fikrlarni eshitganman. Lekin men o'ylaymanki, maqom eshitsa agar xonandani, umuman ijodkorni ijodi yanada baquvvatlashadi. Endi qarang, Ilyosbek, gap bunday. Bu hozir mana Muhammad Ziyoga biz ta'rif beryapmiz, yaxshi fikrlar aytyapsiz, lekin bilasizmi, ustoz bilan yonma-yon turib birgalikda ijro qilsa, ijrochining kuchi yana ham qanaqaligini bir solishtirish imkoniyati bo'ladi. Agar ruxsat bersangiz, Ilyosbek, sizni ham sahnaga taklif qilsamda, shu Muhammad Ziyo bilan o'zaro kelishgan holda nimadir birga ijro qilib beringlar, qani bir ko'raylikchi, qanaqa bo'ladi. Mayli, harakat qilib ko'ramiz. O'sha haligi ustozlarimiz tomonidan ijro etilgan va o'sha xalqimiz uchun bir mashhur bo'lgan, men o'ylayman hamma biladi shekilli bu ashulani, Dutorim ashulasini bir aytib ko'ramiz. Ma'qulmi Muhammad Ziyo? Aytamizmi? Aytamiz. Ketdik. Bunaqa imkoniyatni sizga Show Patrul beryapti har doim ham. Demak, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist kimsan? Ilyos Arabi bilan demak duet aytish hammaga ham nasib qilmaydi. Hozir ko'ramiz. Qani Show Patrulda mana shunday ajoyib daqiqalar. Muhammad Ziyo qanday foydalanadi bu imkoniyatdan? دلکش خمارم یاز خماریم قلب صداسی بولب yangra qo'limda yor aylanay tingla boron olsin suyuk yorim qalb sadosi bo'lib yangra qo'limda yor aylanay tingla boron
eslatur yor birga yurgan ko'chalar qalb sadosi bo'lib yangrab qo'limda yor aylanay tinglab orom olsin suyukli yorim tinglab orom olsin suyukli yorim. Barakalla. Muhammad Ziyo, biz sizni tabriklaymiz. Mana hozirgina tarixga kirdingiz. Ilyos Arab bilan yonma-yon turib, birga qo'shiq ijro etish juda ham katta bir sharaf. Men o'ylaymanki, hali ijodni davom ettiradi, yanada chiroyli ijodlar qiladi, o'z ustida ishlab, sababi qo'lida sozi bor. Ovozi bor, nima deydi uni? Shunga yarasha mana o'qilyapti, o'sha ustozlarda o'qilyapti, misol uchun o'sha institutda yaxshi ustozlarimiz bor. Men o'ylaymanki, agar ijod qilsa, agar xalqimizga bir naf keltiradigan, bir madaniyatini, ma'naviyatini oshiradigan bir yaxshi sozanda, xonanda bo'lib yetishadi degan umiddamiz. Sizlarga rahmat aytamiz, mazza qildik. Salomat bo'linglar. Tashrifingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Show patrul. Azizlar, bugun biz dublyaj ustalarini studiyamizga taklif qilganmiz. Aniqroq aytadigan bo'lsam, dublyaj rejissyorini. Demak, men zo'r hurmat ehtirom bilan serqirra ijodkor, ham teleboshlovchi, ham radio boshlovchi, ham xonanda, ham operachi va xalqimizga dublyaj san'ati orqali yaxshi tanish bo'lgan ajoyib aktyor, oltin ovoz sohibi qo'rqmasdan aytsam bo'ladi, hamda dublyaj rejissyori Qahramon Haydarov taklif qilganmiz. Mana ular, mana. Qahramon aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p, demak, bugundan boshlab Show Patrulda yangi sahifa Oltin daqiqalar deb nomlanadi. Bizga demak, o'zlari aktrisalikni bitirgan, aktyorlikni bitirgan yigit-qizlar murojaat qilishdi. Ular demak, qaysidir marotaba sahnalarda chiqishlar qilishyapti, ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarining kontentlari bor, lekin ularning bir chiroyli orzusi bor ekan. Ular dublyaj aktyor, aktrisalar bo'lishmoqchi ekan. Agar ruxsat bersangiz, biz ularga imkoniyat bersak, biz Qahramon aka bilan ekran ortida ko'rsatuvgacha kelishib oldik. Agar hozirgi ishtirokchilar Qahramon akani qoyil qoldirsa, ularning yuragi jiz etsa, ularning kelajagini ko'ra olsalar, demak Qahramon Haydarov ularni o'zining studiyasiga, ya'ni dublyaj studiyasiga ishga olishga va'da berdilar. Gapim to'g'rimi? Albatta, albatta. Yangi ovoz kerak hammaga. Albatta. Demak, qanaqa so'z. Qarang, Show Patrul nafaqat iste'dodlarini xalqqa namoyish qilyapti, balki ularni ish bilan ta'minlashga ham harakat qilyapti. Bunda bizga Qahramon Haydarov yordam beradi. Qahramon aka, ko'rmasdan turib tanlash degan bir marosimni o'tkazib olaylik. Chunki ko'p holatlarda tashqi ko'rinish odam chalg'itib qo'yishi mumkin. Biz sizga maxsus o'rindiq tayyorlab qo'yganmiz. Siz teskari o'tirasiz sahnaga va ana shu ishtirokchilarimiz ovozlarini bir-bir eshitib ko'rasizda, o'zingizni xulosasizni aytasiz. Kelishdingmi? Qahramon aka, marhamat, faqat orqaga qarash yo'q. Yo, bo'ldi. Xo'p, azizlar, demak, biz hozir dublyajga da'vogar bo'lgan shaxslarni mikrofon qarshisiga taklif qilamiz. Ularning soni 4 ta. Qahramon aka qaramasdan turib, ularni ko'rmasdan turib, ovozlarini eshitib, qaysi ovoz qaysi rolga yoki qaysi obrazga ma'qulligini ajratib beradilar. Yaxshi. Demak, Qahramon aka, tayyorsiz-a? Albatta. Tayyormiz. Marhamat. Demak, birinchi aktyorimizni taklif qilamiz. Birinchi mikrofon oldiga. Marhamat. Assalomu alaykum. Kecha men magazindan banan olgandim. Bananni po'chog'iga sirpanib, qattiq miyam bilan tarq etib yiqildim. Hozir dodam gapirib beradilar. Dodajon. Men buni kecha kuni ko'rdim. Bananni po'chog'ini olib ko'chaga tashlavdi. Men aytdim, tashamagin dedim. Ko'z bilan ko'rayki, u qattiq zarb bilan yiqildi. Uni ko'rgan barcha odamlar hayratdan yoqa ushlashdi. Vajab deb baqirdim. Seni qara-yu. Bunaqada seni kim ham hurmat qilardi, yer yutgur. Kelyapti haliga o'lmasga shay bo'la qolgin. Hayotligida juda ham yaxshi odam edi, Xudo rahmat qilgur. Oppa, siz bizni aldadingiz. Siz bizning soddaligimizdan foydalanib, Ivanushkani qo'lga tushirmoqchi bo'ldingiz. 记住我的演讲，你的我是觉得我说咋用的吧？很正我的买这种粥那些经济，哪个主让我这里啊？现在也推出中国的，拿着，谢谢。
Xo'p, qahramon aka mana 4 ta demak odam chiqib, hozir mana 4 xil o'zini obrazlarini sizga namoyish qilishga harakat qilishdi. Qaysi bir ovoz sizga ma'qul? Qizimizmi, mana yoshi ulug' insonimizmi? Yo'q, Ahrorjon, meni aldab bo'lmaydi. Bu kim bo'lsa ham, lekin yaxshi parodist. Juda ham zo'r taqlidchi, lekin bu bitta odam. Ofarin. Qahramon Haydarovni aldash imkoniyati bo'lmadi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda Sher Pozitiv nomi bilan mashhur bo'lgan, demak, taqlid ustasi, bloger, vayner, sportchi Sherzod Pozitiv. Marhamat. Keling. Rahmat sizga. Azizlar, demak biz kichkinagina bir hazilomuz eksperiment o'tkazgan edik. Qahramon Haydarovni aldab bo'lmadi. Albatta, dublyaj rejissyorning qulog'i toza bo'ladi. Ular demak ovozi ohangiga qarab, qahramon aka nechta odam gapirayotganligini aniqlashlari aniqdi. Biz bunga shubha bildirmagan edik. Qanday aniqladingiz, nimalarga e'tibor berdingiz? Birinchidan tembr bir xil. Ming u yosh ovozda gapiradilarmi yoki qariya ovozda gapiradilarmi? Insonning o'zini tabiiy tembri bo'ladi-ku. Chunki o'zimiz ham vaqti keladi 8-10 ta odamga ovoz beramiz. Bitada bildim, ikkinchi ovozga o'tganingizda bildim men. Juda ham yaxshi taqlidchi dedim. Afarin. Xo'p, demak, Sher Pozitivni taniysiz, ijtimoiy tarmoqda juda ham mashhur. Ana. 这这都做呀，你如果买一车队就走一车了。 Demak, bilmaganlar uchun ma'lumot, Sher Pozitiv aynan mana shu xitoylik odam ruknida juda ham ko'p pranklarni amalga oshirilgan va ko'rilishi soni jihatdan millionlarni demak bosib o'tgan, oshib o'tgan. Shaxsan mana shu prankni Sher Pozitiv men bilan ham amalga oshirgan. Ochiqni aytganda, men o'sha yerda kulib qo'ya qolgan edim, endi yengilgina hasil bo'ldi deb. Lekin buni qarangki, ijtimoiy tarmoqlarda qariyb 2,5 millionga yaqin demak ko'rish bo'lib o'tdi. Bu albatta juda ham hayratlanarli. Bu demak aynan mana shu yigitimizni talantida, iste'dodidan darak beradi menimcha. Xo'p, demak ozgina sportchilik qobiliyatingizdan bor Sher aka. Ozgina o'z haqingizda gapirib bering. Kimsiz, nimasiz, qayerdasiz, yoshi nechida? Yoshim 37 da. Ana bo'lmasa 17 yoshli yigitga o'xshaysiz xuddi. Albatta, sport bilan shug'ullangan inson baribir har doim yosh ko'rinadi. O'zi soham sirk artistiman, estrada sirk kollejini bitirganman, havo gimnastikasi bo'yicha. Qahramon aka, dublyaj aktyori uchun sport muhim emasmi? Juda ham kerak. Chunki nafas bor joyda har doim sport birinchi o'rinda turadi. Masalan, dublyaj ham bilasizmi? Ovoz sporti. Ovoz sporti. Ana, yangi atama. Mana siz chempionsiz. Endi ko'pchilik mendan so'raydi, ataylar mashq qilasizmi, qanaqadir bir harakatlarni amalga oshirasizmi deb. Bilmadim, ko'proq men uchun tug'ma deb o'ylayman. Endi albatta har kuni xalq xizmatdamiz, turli konsertlarda, chiqishlarda o'shanda albatta o'z-o'zidan charxlanadi. Mana hozir yangi atamani o'zim topdim. Ovoz sporti, o'rtoqlar, ovoz sporti bo'yicha men chempion ekanman. Mana hozir oldim. Shunaqa rostdan. Xo'p, Qahramon aka, demak, Sher Pozitiv shu yerda o'rnimizda qolamiz. Ana endi biz haqiqiy da'vogarlarni taklif qilmoqchimiz. Haqiqiy da'vogarlar bilan tanishing. Da'vogarlar bor. Haqiqiy da'vogarlar endi chiqadi. Bu bor yo'q hazil edi. Sizga nisbatan uyushtirilgan hazil edi. Demak, da'vogarlarni studiyaga, mikrofon qarshisiga taklif qilamiz. Marhamat, ular bilan tanishing. Demak, ajoyib aktyor, aktrisalarimiz, ya'ni yosh aktyor, aktrisalarimiz Kumush Oktamova, Sevara Payozova, Nargiza Raimova, Abdurahmon Boymatov, Samandar Bo'riqulov. Marhamat, sahnaga qarsaklar bilan, olqishlar bilan sahnaga taklif qilamiz. Kela qolinglar, marhamat. Mana ular, mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azizlar, demak shu patruldagi oltin daqiqalar boshlandi. Qadrli demak aktrisalar, qadrli aktyorlar, yoshlar, mana sizda ajoyib imkoniyat bor. Oldimizda demak dublyaj rejissyori, o'zini studiyasiga, ovoz yosh studiyasiga, dublyaj studiyasiga ega bo'lgan inson o'tiribdi, Qahramon Haydarov. Sizlarga biz oltin daqiqalarni taqdim etyapmiz. Nima uchun? Agar mana shu imkoniyatdan foydalansangiz, siz hozir ishli bo'lasiz. Dublyajni doimiy aktyor, aktrisalarga aylanish imkoniyati paydo bo'ladi. O'zingizni ko'rsatishga, ijod qilishga, ijod ummoniga sho'ng'ishga tayyormisizlar? Tayyormiz. Eshitilmayapti. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Barakalla, tayyor bo'lsangiz boshladik. Qahramon aka, demak ekranda kinolardan parchalar ketadi. Demak bu da'vogarlarimiz ana mana shu kinolarni dublyaj qilishga harakat qilishadi. Siz ularni tomosha qilib, ularni ijrosiga baho berasiz. Ozgina imkoniyat beraylik. Ular ozgina o'tlab olsin, siz olsin yoqqa-yoqqa. Keyin fikringizni aytasiz, kerak bo'lsa to'xtatib, qanaqa o'qish kerakligini, qanaqa ijro kerakligini ko'rsatasiz. Tayyormisizlar? Ha. 1 2 3 boshladik. Salom. Men doktor Eva Page bo'laman. Tezkor javob berish dasturi. Sizni ogohlantiraman.
Agar buni hozir tomosha qilayotgan bo'lsangiz, demak, labirint sinovidan o'tibsiz. Bu bilan sizni shaxsan tabriklashni xohlardim. Lekin vaziyat bunga to'sqinlik qiladi chog'i. Ishonch bilan aytishim mumkinki, siz hozir juda g'azabda va qo'rquvdasiz. Ammo gapimga ishoning, nima bo'lsa-da, sizga nima qilgan bo'lsak-da, buni o'ziga yarasha sababi bor. Ehtimol buni tushunmayotgandirsiz, lekin siz juda qadrlisiz. Afsuski, sinovlaringiz endi boshlanadi. Lekin hammaga ham bizni uslubimiz yoqmasligini bilamiz. Davom etamiz. Demak, birinchi qizimiz o'zlarini imtihonlarini topshirdilar qandaydir ma'noda. Marhamat. Keyingi da'vogar kim? Tayyormisizlar? Marhamat. Hoy, o'zingni bos. Hammasi joyida. Xo'pmi? O'zingni bos. Men qayerdaman? Bu yer qanaqa joy? Nega hech narsani esla olmayapman? Oddiy holat. Bu hammamizni boshimizga tushgan. Tushundingmi? Bir necha kundan keyin ismingni eslaysan. Bu yagona Tereza. Nima deding? Ismimni aytdim. Ismim Tereza. Tereza. Men Tomasman. Meni taniysan-a? To'g'rimi? Bravo. Xo'p, demak, 3 va 4 mikrofon oldida turgan ishtirokchilarimiz ovozlarini hali eshitganimiz yo'q. Tayyor bo'lsangiz, ekspertimiz sizni tinglashga, baho berishga tayyor. Marhamat. Derazasiga noma qadab o'q otsakmikan? O'ziga teksachi. Tavakkal qilmasak bo'lmaydi. Qizimga o'q otib o'ldiramizmi? Yo'q, men qarshiman. Baribir bizga ergashmaydi. Endi uning Forjday otasi bor. Qasrga kirib uni o'z kuchimiz bilan qutqaramiz. Nima deysiz? Esingni yebsan. Never qasri Korn qal'asidan mustahkamroq. Jamoa to'playmiz. Xo'pmi? Kim ham bizga yordam berardi? To'lashga pulimiz yo'q. Forjni to'laymiz. Labirintga boyvachchalar yig'ilyapti deganda. Tushunyapsanmi? G'azna to'lib toshadi. Ha. Lavhani ham olamiz. Shunda Kira tushunadi. Uni bejizga tashlab ketmaganimizni. Maqsadni to'g'ri ifodaladik. Ha, to'g'ri aytyapsan. Jamoaga kimni olamiz? Simon Haliyam Triber'damikan? Simon no'noq afsungar. Ha, 2 yil ko'rishmadik. Tajribasi oshib qolgandir. To'g'ri. Ofarin, bravo. Juda go'zal. Endi qahramon aka, bizga juda ham chiroyli eshitilyapti, yaxshi eshitilyapti. Ochiqni aytganda, bu yigit qizlarimiz aktyor, aktrisa sifatida qanaqadir ma'noda xalqimizga, elimizga tanilib qolgan, lekin dublyaj ular uchun yangilik. Ular aynan dublyaj san'atini zabt etishmoqchi. Ana endi ekspert sifatida, mutaxassis sifatida sizni xolis fikrlaringizni, tahlilingizni eshitmoqchimiz. Marhamat. Rahmat, Ahrorjon. Avvalambor hammanglarga katta rahmat. Endi men hozir bularni eshitishimga qaraganda bular mikrofon oldida birinchi marta emas, juda ham ko'p ishlagansizlar. Ovoz qo'yilgan-a qahramon aka? Ovoz bor hammada, ijodkorligi bilinib turibdi. Lekin endi ko'proq masalan o'zini kinolarda ovozlashtirasiz, milliy seriallarimizda, ya'ni tonirovka deymiz, Ahrorjon. Umuman boshqa dunyo. Hozirgi mana shu ovozlashtirish jarayoni, ya'ni chet el filmlarini o'zbekchaga ovozlashtirish bu juda ham mukammal narsa. Shuning uchun ham dublyajni san'at darajasida bemalol aytish mumkin. Agar bularga keladigan bo'lsak, men bir narsadan juda ham xursandmanki, o'zi dublyaj bizda hozir mana telekanallar ko'p, platformalar ko'p, juda ham kinoga bo'lgan xalqimizda talab kuchli juda ham Sherzodjon. Va albatta o'z o'rnida kinolar ham ko'payib boryapti-da, Ahror. Lekin bir narsa insonga sal g'ashiga tegishi mumkin. Ya'ni bir xil ovoz. Agar yangrayversa, hamma kanalga olsangiz, 6-7 ta ovoz aylanib Qaysi kinoni ko'rayotganingizni ham bilmay qolasiz, adashtirib qo'yasiz. Qaysi kinoni ko'rayotganingizni almashtirib qo'yasiz yoki bo'lmasa insonda me'da degan narsa bor, me'dangizga tegib qolishi mumkin. Men tarafdorimanki, to'g'ri, masalan, ko'p san'atkorlar aytishadi, ayniqsa dublyaj aktyor aktrisalari, dublyaj bu yosh san'at emas. Men qo'shilaman bu fikrga. Lekin o'sha dublyajga, katta san'atga qadam qo'yish uchun biz yoshlarimizga imkon berishimiz kerak. Show patrul. Qahramon aka, ana endi o'zingizni ham sahnaga chaqiramiz. Mana shu yoshlar bilan qatorda turib bitta master klass ko'rsatib berasiz endi. Qarsaklar yoshlar, qarsaklar shaxsan ustoz o'zlari. Demak, mikrofon oldinglar.
Xo'p, Qahramon aka, keling, endi sizni ham ovozingizni eshitaylik, xalq sog'ingan. Keling yonimga. Ya, oldin sizlar boshlaylik, keyin qo'shilaman. Qahramon Haydarovdan yoshlar uchun master klass. Jamoa to'playmiz. Kim ham bizga yordam beradi? To'lashga pulimiz yo'q. Forjni tunaymiz. Labirintga boyvachchalar yig'ilyapti deganda, to'g'rimi? G'azna to'lib toshadi. Ha? Lavhani ham olamiz. Shunda Kira tushunadi. Ha, uni bejizga tashlab ketmaganimizni. Maqsadni to'g'ri ifodaladik. Ha, to'g'ri. Jamoaga kimni olamiz? Simon hali ham triple edimikan? Simon no'noq afsungar. 2 yil ham ko'rishmadik. Tajribasi ham oshib qolgandir. Ofarin. Mana Qahramon Haydarovdan haqiqiy master klass. Men hozir e'tibor berib turdim. Albatta men mutaxassis emasman, lekin mana shu talabgor yoshlar ham Qahramonga qolishmayapti nazarimda. Juda ham nima deydi, o'zlarini yo'qotishmayapti. Zo'r. Juda ham. Xo'p, endi oxirgi xulosani aytadigan payt keldi. Har biriga alohida yondashib fikr bildirishingiz kerak bo'ladi. Avvalambor qisqa men har birlariga gapirib o'taman. Masalan, bu ukamizni haqiqatdan juda ham nafaslari yaxshi. Texnika ham yaxshi. Texnikalari ham bor. Ishlasa yaxshi aktyor bo'ladi. Ma'qul-a? Albatta. Demak, tasdiqladingiz-a, ishga olasiz birinchi. Demak, tabriklaymiz birinchi ishtirokchimizni. Dublyajda nafaqat ovoz, balki xulq ham juda ham katta ahamiyatga ega. Chunki aktyor mas'uliyatli bo'lishi kerak. Mas'uliyatli bo'lishi kerak. Bularni masalan men juda ham shu ijtimoiy tarmoqlarda faol, ham seriallarda ko'p ko'rardim, lekin ovozlarini o'zlari berganini eshitganman ko'p, lekin hozir mana dublyajda ham ko'z tegmasin. Aytdim-ku, mana o'ziga ovoz berish juda ham oson. Endi biz uchun oson, kim uchun balki qiyindir, lekin bu chet el filmlarini o'zbekcha ovozlashtirish uchun uni insonning ichiga kirish kerak. Bularda shu narsani sezdim. Boshqa davr. Albatta, boshqa nafas, boshqa inson, boshqa hayot, umuman boshqa dunyoga tushishingiz kerak. Yerdan Marsga tushib ovoz berdilar, bu oson emas. Bravo, tabriklaymiz. Azizlar, demak biz Samandar Bo'riqulovni tabriklaymiz. Ular tasdiqlandilar va dublyajga ishga olindingiz, buni qarang. Bravo. Kumush Oktan va biz sizni ham tabriklaymiz, tasdiqlandingiz. Bravo. Ofarin. Xo'p, Sevara Poyozova haqida fikringiz qanaqa? Sevaraxonni men boya ham o'sha o'tirganda ozgina gapirdim. Yaxshini yaxshi deyish kerak-da. Masalan, hozir men agar yo'q bo'lmaydi desam, nohaq bo'laman. Aytayapman-ku, men hammada ovoz eshitaman. Men sluhim juda ham yaxshi. Bir xil bu menimcha qiynaladi desam, yo'q, qo'y ber. Ishlasin, sendan zo'r bo'lib ketadi bu deyman. Demak, siz ham mehnatdan qochmayapsiz-da hozir. Men charchash nimaligini bilmaysiz, ko'z tegmasin. Sevaraxonni tabriklasak bo'ladi. Juda ham ma'qul. Tabriklaymiz Sevaraxon. Bravo. Endi bularga men keladigan bo'lsam, Raima va Nargizaxonda boya aytgandek o'sha ustozlarning nafaslarini eshitdim men. Eski seriallarimizda ustozlarimizga havas qilgan paytimizdagi nafas bor ekan. Masalan, o'sha hozir siz xafa bo'lib qolmang, buni qil bir xilda dublyajda yosh qizda o'tirsa siz 45-50 yoshli xotinlarga ovoz berasiz, yo'q, endi unaqa qilmanglar, men hali yoshman deyishadi. Kino shunaqa, men masalan chollarga ovoz beraman. Yaxshimisan bolam, sog'liqlaring yaxshimi desangiz, kamayib qolmaysiz-ku, to'g'rimi? O'shaning uchun bularda shunaqa nafas borligi uchun ham men juda ham xursandmanki, aytdim-ku boya dublyajda yangi ovoz. Mana shu ovozlar sizga kerak edi. Albatta kerak, chunki kino ko'p, ovoz esa kam. Demak, so'nggi ishtirokchimiz Abdurahmon Boymatov haqida qanaqa fikrdasiz? Bu bolani turishini o'zi bir odoblagan. Vajohatini qarang, turishlari ham kino. Yaxshi. O'zi juda ham yaxshi bo'lgani nima uchun xursandman, Ahrorjon? Dublyajda tan olamiz, ayol ovoz ko'p. Erkak ovoz kamayib ketayotganda, safimiz kengaygandan xursandman. Xush kelibsizlar hammanglar. Ofarin, tabriklaymiz. Bravo. Men boya bejizga ovoz sporti dedim-ku, mana Ahror chempion dedim. Men ba'zi kinolarni olganimizda shunaqa tez gapiradigan aktyorlar bo'lib qoladi. Men sizni ham taklif qilaman. Yo'q demasangiz xursand bo'laman. Chunki siz tayyorsiz. Qahramon aka, men dublyaj men uchun juda ham katta orzu. Men bir paytlar o'zimni sinab ko'rganman. Demak, bir rejissyor meni multfilmga taklif qilgan, bir kuchukka ovoz berish kerak bo'lgan. Juda ham berilib gapirganman, Voy, to'xta.
Ahror, hammasi yaxshi, hammasi zo'r, faqat kuchukliging esdan chiqib ketyapti deyishganda. O'sha obrazni ushlab turish kerak ekan. Agar yordam beraman desangiz, men ham jon deb dublyajga borgan bo'lardim. Faqat aktyor sizga yetib olsa bo'ldi. Yetib oladi. Yetib oladi. Azizlar, hozir meni kayfiyatim a'lo, sababi talabgorlarimizning niyatlari amalga oshdi. Ular dublyaj rejissyori hamda aktyori Qahramon Haydarovni studiyasiga ishga qabul qilinishdi mana hozir. Demak, endi ular havaskorona dublyaj emas, haqiqiy professional dublyaj bilan shug'ullanishadi. Professional ustozning qo'l ostida bo'lishadi va yaxshigina gonorar ishlashadi. Buni ham inobatga olish kerak. Demak, biz barcha ishtirokchilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Tashrifingiz uchun rahmat. Ayniqsa vaqtlarini ayamasdan o'zlarining fikr mulohazalarini bildirgan Qahramon Haydarovga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, hozir Qahramon akam aytilgan gaplari bular nima deydi? Sizlarni hali ham ayadilar. Elni oldida, xalqning oldida menimcha hech kimni ko'ngli cho'ktirishga, obro'sini tushirishga jazm qilmadilar, lekin hali ish boshlagan paytda eshitadiganinglar eshitasizlar. To'g'rimi Qahramon aka? Azizlar, studiyamizga tashrif buyurgan ajoyib vayner, ajoyib taqlid ustasi, ajoyib qiziqchi, bloger, demak, Sherzod Mamataliyevga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, siz ijtimoiy tarmoqlarda ularni Sher Pozitiv nomi bilan tanigansiz. Muxlislaringiz soni bundan ham oshsin. Show patrulga tashrif buyurgan uchun kattakon rahmat. Ko'rsatuvni tayyorlashda bizga yordam bergan Tarovat Mediaga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Bugun tanqidlar ham bo'ldi, e'tiroflar ham bo'ldi. Tanqidlarga agar sizni javobingiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat studiyaga tashrif buyuring. Biz barcha uchun ochiqmiz. Blogerlar, vaynerlar, agar bugungi aytilgan fikrlarga qarshi fikrlaringiz bo'lsa, Show Patrulga tashrif buyuring. Mana shu nuqtada biz sizlar bilan xayrlashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navo kanalda ko'rishguncha!